zakovatli odamlarga zakovatga o'xshagan savol, ya'ni zakiylarga beriladigan savol. Savol shundan iborat. Bitta hovuz bor. Hovuzning kirib kelish qismida tiniq suv keladi ariqdan va o'sha suvdan ozgina chiqib turadi. Ariqdan kelayotgan suv tiniq, hovuzdagi suv ham tip-tiniq. Hech qanday yomonligi, g'ubori, layqa yo'q. Endi mana shu ariqqa 5-6 ta bolalar kelib cho'milib boshladi va ariqdagi suv layqalandi. Mana shu layqalangan suv hovuzga kelib, hovuzdagi suv ham layqalandi. Endi savol, hovuzdagi layqalangan suvni yo'qotish uchun nima qilish kerak? Kimda qanday fikr bor? Ba'zilarda shunday variantlar bor. Suvni filtrlash kerak, baliq boqish kerak hovuzga. Undan keyin umumiy suvni hammasini chiqarib tashlash kerak degan har xil savollar bo'layapti-da. Lekin bular aniq javob bo'la olmaydi. Aniq javob shundayki, agar ariqdan kelayotgan suv tiniq bo'lsa, hovuzdagi suv ham tiniq bo'lsa, endi ariqqa bolalar tushib 5-6 ta bolalar cho'miladigan bo'lsa, ariqdagi suv layqalansa, hovuzdagi suv ham layqalanadi. Shuning uchun bolalarni cho'milayotgan joyidan, ya'ni ariqdan chiqarib yuborilsa, suv yana tiniqlashib, hovuzdagi yomon suv chiqib ketadi va o'rnida yana tiniq suv paydo bo'ladi. Buni nima uchun aytyapman? Agar sizni organizmingizda o't toshi, jigar yog'i, davleniya, insult, infarkt, har xil bo'g'in kasalliklari, jigar yog'lari yoki tromblar paydo bo'lib, yurak kasalliklari paydo bo'lgan bo'lsa, endi siz mana shu kasalliklardan qutulish uchun qanaqadir dorilarni iste'mol qilishingiz asosiy rol o'ynamaydi. Asosiy bo'layotgani bu yerda mana bu bolalar bo'layapti. Bu 5-6 ta bolalarning bittasini ismi oq un, bittasi shakar, bittasi ujin, ya'ni kechki ovqat, zavod fabrika mahsulotlari, mol go'shti, mana shularni iste'mol qilishlik, mana shu o'tdagi mana shularni iste'mol qilishlik ariqdagi yig'ilib qolgan o'sha yomon suvlarni, loyqalarni chiqarib tashlashlik bilan teng bo'ladi. Demak, fikrimni tushungan bo'lsangiz, siz qaysidir mana shu yozilgan kasalliklarni, aytilgan ba'zi bir o'sha organizmda yig'ilib qoladigan tromblar evaziga paydo bo'ladigan yurak kasalliklari, davleniya, insult, infarkt, saqir yoki jigar yog'i, o't toshi, prostata, gemoroylar ham shuni ichiga kiradi. Shu kabi kasalliklarni davolash uchun nimalardir iste'mol qilishdan oldin nimalarnidir iste'mol qilmaslikni o'ylang. Birinchi qadam, birinchi davolanish mana shu bo'ladi. Hatto ba'zi insonlar mana shu kasalliklarda shu oziq-ovqatlarni to'g'ri tartibga solib ham hech qanaqangi dorisiz bemalol davo topib ketishingiz mumkin. Sog' bo'linglar.